Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'zchilangar jamoasining navbatdagi tushini. Bugungi videomizda ushbu sizga taqdim qilinayotgan, ya'ni e'tiboringiz ostida turgan barcha turdagi kachollarimiz haqida to'liq ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Kacholarimizga ishlatilgan mahsulotlar, quvvati va qanday yoqilg'ida ishlash haqida hamda shu bilan bir qatorda, demak, bugungi kundagi narxlar haqida to'liq ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Dastlab gazovoy kacholarimizdan tanishtirish holati bo'yicha videomizni boshlasak, ushbu ko'rinishda oqma gazda ishlashga mo'ljallangan har xil turdagi, har xil quvvatdagi kachollarimiz yasab taqdim qilinmoqda. Birinchi holatda kacholimiz 50 metr kvadrat joyga yasab taqdim qilinadi. Quyidagi ko'rinishda barcha kacholarimizda 3 mm xanlikdagi rossiyskiy горячий listlardan foydalanganmiz. Teplobmeniklari 25 mm diametridagi turbalar, devorlari xanligi 2,8 3 mm xanlikda turbalardan foydalanganmiz. Xo'p, 50 kvadrat metr joyni qizdirish quvvatiga ega kacholimiz bugungi kunda narxi 1 million 200 ming so'm tashkil qiladi. Keyin kacholimiz 100 metr kvadrat joyni qizdirishga mo'ljallangan kacholimiz bugungi kunda narxi 1,5 million so'm tashkil qiladi. Undan keyin kacholimiz 150 metr kvadrat joyni qizdirish quvvatiga ega. Bugungi kunda narxi 2 million so'm tashkil qiladi. 200 metr kvadrat joyni qizdirish quvvatiga ega. Bugungi kunda narxi 2,5 million so'mni tashkil qiladi. Keyin kacholimiz 300-350 metr kvadrat joyni qizdirish quvvatiga ega holatda yasab taqdim qilinmoqda. Bugungi kunda narxi 3,5 million so'mni tashkil qiladi. Keyingi kachollarimiz, axtiy kachollarimiz. Birinchi holatda bu kacholimiz 25 kilovat quvvatga ega, keyingi holatda kattasi 35 kilovat quvvatga ega holatda yasab taqdim qilinadi. Ya'ni 200-250 metr kvadrat joyni qizdirish quvvatiga ega katta kacholimiz 300, hattoki borsinki 500-600 metr kvadrat joygacha bo'lgan hududlarni qizdirib turish holatiga ega holatda foydalanilmoqda. Bugungi kunda narxi 4 million so'm, kichigi, kattasi 5 million so'mda yasab taqdim qilinmoqda. Keyingi universal kachollarimiz, kichik universal kachollarimiz, bu kachollarimiz ikki xil tipda yasab taqdim qilinadi. Ushbu kachollarimiz asosan gazda ishlashga mo'ljallangan, favqulodda holatda shu ko'rinishda 10 kilogramm ko'mirxona hosil qilingan. Bugungi kunda bu kachollarimiz narxi 2,5 million so'mda yasab taqdim qilinmoqda. Ichki strukturasi bo'yicha farq beradi. Xo'p, ochib ko'rsatadigan bo'lsak, mana bu holatda bu kacholimiz asosan gazda ishlashga mo'ljallangan. Pastda 3 qator turba bor, yuqorisida 1 qator turba va bitta papkadan iborat. Ikkinchi tipda kacholimiz, bu kacholimiz asosan ko'mirda ishlashga mo'ljallangan. Favqulodda holatda, demak, mana gazda ham ishlab berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Yuqorida 3 qator turba va bitta papkadan iborat, ya'ni teskari holatda teplobmeniklar o'rnashgan. Oqma gazda universal ko'rinishda 100 kvadrat metr joyni qizdirish quvvatiga ega bo'ladi. Faqat ko'mirni o'zida bo'ladigan bo'lsak, 50 kvadrat metr joyni qizdirish holati bo'yicha tavsiya qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Eslatib o'taman, narxi 2,5 million so'm tashkil qiladi. Bu kachollarimizda chap yoki o'ng tarafdan elektroten o'rni ham hosil qilingan, istagan tarafdan qo'yib berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Keyingi kachollarimiz sapok kachollarimiz hozirgi kunda 3 xil ko'rinishda yasab taqdim qilinmoqda, aynan xonadonlar uchun. Kichigi 100 kvadrat metr joy uchun, undan keyingisi 150-200 gacha, undan kattasi 200-200dan 300 gacha bo'lgan xonadonlarni qizdirish quvvatiga ega holatda yasab taqdim qilinadi. Bu kachollarimiz o'rnatilish holat bo'yicha devor orasiga qo'yish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ya'ni devorni o'ygan holatda mana tumshug'ini tashqariga chiqarib qo'yish imkoniyatiga ega bo'lamiz. O'zini o'rnatish holati bo'yicha tozalash eshiklari oldiga o'rnatilgan, analogiy bir xil holatda yasaladi. Faqat tozalash eshiklari oldida va orqada holati bo'yicha farq beradi. Xo'p, kachollarimiz narxi borasida ma'lumot berayotgan bo'lsak, birinchi holatda 100 kvadrat metr joyga 5 million so'm, 150-200 metr kvadrat joyga 6 million so'm, 200-300 kvadrat metr joygacha bo'lgan hududni qizdiruvchi kacholimiz 7 million so'mga yasab taqdim qilinmoqda. Ishlatilgan mahsulotlarimiz bu yerda ham 3 mm xanlikdagi rossiyskiy горячий listlardan foydalanganmiz. Teplobmeniklari ushbu kachollarimizda trubchatay bo'ladi. 32 mm diametridagi turbalardan foydalanganmiz. Bu kachollarimiz haqida kanalimizda har bittasi haqida, ya'ni hamma kachollarimiz borasida ma'lumot beryapman. Har bittasi haqida to'liq, aniq ma'lumot berilgan. Kanalga o'tgan holatda o'zingizga qiziqarli bo'lgan kachol haqida to'laqonli ma'lumot olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Keyin kachollarimiz uzoq yonuvchi kachollar hisoblanadi. Ushbu kachollarimiz
ko'mir kotellar. Bu holatda ham qattiq yoqilg'i ishlashga mo'ljallangan kotellarimiz hisoblanadi. Bu yerda oldi qismda turgan kotellarimiz asosan xonadonlarga qo'yiladi. 100 kvadrat, 200 kvadrat, 300 kvadrat, 400, 500 kvadratgacha bo'lgan hududlarni qizdirish maqsadida quyidagi kotellarimizni yasab tavsiya qilamiz. Xo'p, birinchi holatda kotelimiz 6 million so'm narx bo'yicha sotuvga taqdim qilinadi. Ikkinchi holatda 7 million, uchinchi holatda 8 million varianti bor. Bu kotellarimizni 4 mm qalinlikdagi listdan ham yasalish holatlari bo'ladi. 4 mm qalinlikdagi listdan yasalsa 10 million so'mga yasab taqdim qilinadi. Keyin kotelimiz 15 million so'mga yasab taqdim qilinadi. Faqat 4 mm qalinlikdagi listlardan yasab taqdim qilinadi. Xo'p, oldi tarafda ko'rib turganimizdek ventilator holati bo'yicha chap taraf, yoki bo'lmasa ventilator holati bo'yicha o'ng tarafda joylashgan holat bo'yicha demak mijozlarimizga yasab taqdim qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Keyin kotellarimiz уже teplitsa kotellar bo'ladi. Hozir ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, keyin katta kotellarimiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, bu katta kotellarimiz asosan issiq xonalar uchun yasab taqdim qilinadi. Issiq xonalar uchun quyidagi kotellarimizni yasab taqdim qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Aytib o'tganimizdek, 30 kilovatli kotelimizdan boshlaylik. 4 mm qalinlikdagi kotelimiz 10 million so'mga yasab baholanadi. 300 to'g'li teplitsalarga tavsiya qilamiz. Keyin kotelimiz 40 kilovat quvvatga ega. Bu kotelimiz 15 million so'mdan yasab taqdim qilinadi. Barcha holatlarda 4 mm qalinlikdagi rossiyskiy rejalislardan foydalanamiz. Bu kotellarimiz 4 sotixdan 6 sotiqgacha bo'lgan issiqxonalarga tavsiya qilinadi. Hop, keyingi holat bo'yicha kotelimiz mana yonma-yon turibdi. 40 kilovatli kotelimiz va 50 kilovatli kotelimiz. Bu kotelimiz, hurmatli kuzatuvchilar, 25 million so'mga yasab taqdim qilinadi. Pasportniy данность bo'yicha bu kotelimiz 50 kilovat quvvatga ega. Amalda ushbu kotelimiz 10 sotiqgacha bo'lgan teplitsalarga tavsiya qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Albatta, bu yerda suv sig'imini ham hisobga olamiz. Agar sistemada suv sig'im kamroq bo'lsa, 10 sotiqgacha tavsiya qilamiz. Sistemada suv sig'im ko'proq bo'lsa, aytaylik 7-8 sotiqgacha bo'lgan teplitsalarga ushbu kotellarimizni tavsiya qilamiz. Keyin kotelimiz, demak, bu hozirgi kunda tayyor bo'lgan kotellarimiz ichida eng kattasi 110 kilovat quvvatga ega. Bu kotelimiz buyurtma asosida Samarqand viloyatiga yasab taqdim qilinmoqda. Bu kotelimizni bugungi kundagi narxi 50 million so'mga yasab taqdim qilindi. Kotelimiz 110 kilovat quvvatga ega. Ya'ni kim O'zbekiston sharoitida bu kotelimiz 20 sotiqli teplitsaga yasab taqdim qilindi. Xo'p, navbatdagi kotellarimiz bu yerda pastdagi kotellarimiz, mana xo'jaliklar uchun mo'ljallangan kotellarimiz haqida ma'lumot berib o'tdik. Bu yerda 20, 30, 40 kilovat, 50 kilovatli kotelimiz ma'lumot berdik. Keyin kotelimiz 60 kilovat quvvatga ega kotelimiz. Ushbu kotelimizni demak O'zbekiston sharoitida 10 sotiqdan oshiqroq bo'lgan teplitsalarga ham yasab taqdim qilish imkoniyatiga bo'lamiz. Aytaylik, 10-12 sotiqgacha bo'lgan issiqxonalarga yasab taqdim qilamiz. Ushbu kotelimiz narxi 30 million so'mga yasab taqdim qilingan. Keyin kotelimiz Qashqadaryo viloyatining o'zida qoladi. Demak, bu kotelimiz 40 million so'mga yasab taqdim qilindi. Bu kotelimiz 80 kilovat quvvatga ega. Ro'parasi 15 sotiqli teplitsaga yasab taqdim qilinmoqda. Ushbu kotellarimizni ham suv sig'imiga bog'liq holatda, demak, 20 sotiqgacha bo'lgan teplitsalarga qo'yish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Albatta, issiqxona xaridorlari kelgan vaqti, demak, dehqonlarimiz kelishgan vaqti issiqxona haqida to'liq ma'lumot olishga harakat qilamiz va undagi suv sig'imi va hokazo holatlar bo'yicha parametrlarni o'rganib chiqqan holatda kotellarni tavsiya qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, o'zchilar gar jamoasi bilan Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida o'z faoliyatimizni olib boramiz. Har xil turdagi kotellarni buyurtma asosida istagan qalinlikdagi temirlardan yasab berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Shu bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.